Xayrli kech. Bütün dünyadaki barlıq vətən söygən qarindaşlar. Keşliginglar xayrlik bolsun. Mən Erkin Rozdin barlıq dostlarga mən xayrlik kunlar və xayrli keşlər tiləyman. Bütün dünyadaki barlıq qarindaşlar. Bugün sizlarniki azraq vaqtinglarni elishimdagi asosliq sabab mən bir gün avval deb hesablasam bo'ldim shu Facebookda taqalgan azraq xabarlar meningki diqqatimni tatqanti, men qatorliq bir necha do'stimizning diqqatini tatqanti. Ya'ni Pokiston hukumatiningki shu Uyg'urlarni qaytganligi to'g'riliq xabarlar Facebookda chiqqan. Bir necha qarindoshlarimizning Facebookida biz buni ko'rdik. Ko'rgandan keyin buning manbasini izlab yuribdik endi. Bu rost xabarmi, yolg'on xabarmi deb. Ammo Pokistonning ishlariga kelgan chaqda men chuqumli rost deb ishonaman. Navada Pokiston bir Uyg'urni qaytiribdi degan bo'lsa, men bu xabarni rost yolg'onmi deb savolni zaten qo'ymayman endi. Sababi Pokistonningki bu Uyg'urlarni qaytirishi bu birinchi qatimliq ish emas. Men hozir buni rasmiy mediaga chiqqanini, ya'ni Turkiyaning mediasiga, ishonchli mediasiga chiqqanini do'stlarimiz yo'llabdi ekan. Bugün yani 3 saat avvalda çıqqanı dostlarımız yollab dikendik. Şunu ben köpçülükке hazır koyup verme. Koyup verişten avval ben nimiş oturup Pakistan'ı bunda Uygurlarını qaytırsa mening hayran qalmaydiganligimni desem belki bilmeydigan qarindoshlarimiz bordu. Kechiringlar. Bilmeydigan qarindoshlarimiz bordu. Pokistondagi Uygurlarni qaytirishi bu tunji qatimliq ish emas qarindoshlar. Bu qaytirish taki shu barni inqilob bo'lgan vaqtning o'zida, mening xabarimda barni inqilob bo'lgan vaqtning o'zida, barni inqilobni Xitoylar qattiq besiqtirgan vaqtda shu vaqtdagi bir turkum jangchilarimiz shu besiqtirish jarayonida jang qilib, eng oxirida Qirg'iziston tarafga qochgan vaqtingizda shu Pokiston tarafga qochgan vaqtingizda mening bilishimcha 20 necha Uyg'ur şu vaqtdagi inqilobning yetakchilari bo'lmasin boshqalari, menimcha yetakchilari Yusuf Zaydun şu vaqtda tugab ketgan deb hisoblaymiz. Aş vaqtning o'zida Pokiston chegaraga kelgan Uyg'urlarni Xitoy qaytirish orqali Xitoylar bu tarafdan kelib hammasini tikchor bilan qirvatdi degan gaplarni biz shu vaqtdan tatib olgan. Bu shu qachondan tatib bizning bilishimcha, zaten mening bilishimcha şu barni inqilobi, barni qo'zg'alma bo'lgandan tatib Pokiston hukumati bu ishni olib beryapti qarindoshlar. Undan boshqa yana Pokistonningki bundan ilgari mana shu ko'chalardan bo'lsa tut qilib, yam qilib Xitoy qaytirayotganligi nihoyat aniq. Sababi bu davlat Xitoyga nisbatan aytgan chaqda g'ilg'imi yoki to'yib ketgich qazga ega. Men shuning uchun bu davlatni bilamizlar qarindoshlar. Shuning uchun men bu davlatni Paskiniston deyman. Hiç bir zaman ben Pakistan deb turib tushunmadim. Chunki men kichigimdan o'rgangan vaqtimizda ba'zilarning deb berishicha, bu haliqi bizning so'zimizdagi pak degan so'z ularning so'zidimi bor. Bu nayta Pakiz davlat shunda degan menda bular Pokiston deb turib qo'ygan deb shunda degandiki mening qalbimda shunda bir suyunch bor kichigimdan tatib. Bu Pokizlarning davlati, shuning uchun bu Pokiston, Qirg'izistonni qo'shib o'tirib Pokiston deb degan, ammo nima uchun Pokiston deydiganimiz bir ilgari deb bo'ldik, Pashtun, Baloch qatorliklardan Kashmirliklarni elib o'tirib bu yerda Pokiston deganligini keyin o'rgandik, ammo mening kichigimda bu Pokiston deydigan bu iflos mamlakatga, yani bu Paskistonni mening qalbimda o'tirib Pakiz degan ma'noda Pokiston deb qo'llandi deb bir hurmatim bo'lg'achqa shunday tushunib ketganman, ammo siyosatning orqa tarafidan hammasini o'rganib kelsak, bu iflos mamlakatni men shundan tatib Paskiston deyman qarindoshlar. Bu davlat bizningki 11 nafar Uyg'urimizni hozir men xabarning manbasini ochay, avval shuni bir anglab beqinglar, qaytgan qarindoshlar, bu rost xabar. Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. En az 20 farklı ülkeden haberimiz olacak. Öncelikle Pakistan'a gidiyoruz. Pakistan güvenlik güçlerinin Çin tarafından sözde terörist olduklarından şüphelenilen 14 Uygurlu öğrenciyi sınır dışı ettiği ifade ediliyor. Çin'e teslim edildikten sonra yetkililer sınırda tüm öğrencileri acımasızca öldürdü şeklinde
üzücü bir gelişme paylaşılıyor. Maalesef Pakistan burada Uygur Türklerine baskı konusunda Çin'i destekliyor. Bununla ilgili haberde şu cümle kullanılmış. Uygur Türkleri Pakistanlı yetkililer tarafından Türkiye'ye giderken yakalandı ve sınır dışı edildi. Yine bununla ilgili daha önceki yıllarda da çok sayıda haber servis edilmişti. Yani Pakistan istese bu kişilerin Türkiye'ye gitmesine engel olmaz, fakat Pakistan bunları Çin'e iade ederek insanlık dışı davranmış oldu. Her zaman şu bahanenin altına sığınıyorlar bilindiği gibi. Çin'den kredi aldık, dolayısıyla mecburuz şeklinde. Fakat bu haberin hiçbir bahanesi olamaz. Bunu da söyleyelim. İnsanlığın bittiği bir noktadayız. Bunun dışındaki haberlerimiz: NATO daimi deniz görev grubu 2'de görevli olan TCG Göksu gemi... Qarindoshlar, xabarni ko'rdinglar. Men bu kishining xabarini burunda tatib anglayman. Nayteliqi davlatninki arxivlardan elib turib xabar berdi. Xabar ishonchli xabar. Shung 2 kun, 1 kun bo'ldi bizningki Facebookda mushu xabar degan chaqda 14 kun. Ma kishining deyishicha 14 nafar Uyg'urni qaytadi degan gaplar chiqqandan keyin biz buning manbasini izlab yurgan, mushundaq bir jonliq mediaga chiqdi deb o'ltirgandik degandek bu yerda bizning aqlli do'stlarimiz buni topyapti, menga yo'llab berdi. Men shu do'stlarimizning havolasi bilan chiqib bu yerda so'zlayapman qarindoshlar. Albatta mening so'zligim bor, ammo do'stlarimizning havolasi bo'lgandan keyin havolani havola demasam bo'lmaydi. Deganingdek ana xabarning turkcha manbasida turdi. Turkiyadagi qarindoshlar tushundi, balkim O'rta Osiyodagi qarindoshlar tushunmasligimiz mumkin. Tushunmasligimiz shuncha men qisqa tushuncha beray. Kirsanglar mening Facebook'imda bor. Pokiston hukumati 14 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytargan. Ularning maqsadi Turkiyaga ketmoqchi bo'lgan. Bu yerda deyotdi. Endi o devatda xabarning o'zida agar ular Pokiston hukumati Turkiyaga yo'l qilib qo'yman desa, chuqum yo'l qilib qo'ya oladi. Xitoyga nisbatan qazga geliqga bir qazga bo'g'ilib ketgan bo'lg'ashqa, bu Uyg'urlarni qaytargan Xitoy bexatarlik kuchlari ularni chegaraning o'zida nayt vahshiy usul bilan o'ltirgan deydi qarindoshlar. Demak bu kishim o'zimi devatdi, biz insonlikning bir tugagan nuqtasida yashayapmiz devatdi qarindoshlar. Xabarning manbasini ko'rdinglar. Shuning uchun men bu Paskin davlatni o'ltirib bu yerda men Paskiniston deyman. Burundan tortib Paskiniston mening qalbimda. Tüy Paskiniston deyman-da buni. Bu xabarlarni bunda deyishimizdagi sababimiz qarindoshlar. Hamda hech bo'lmagan vaqtingizda shu 14 nafar kishimiz hozir vaqtingizda men deyman yatqayri jannatda o'g'ay. Yatqayri %100 jannatda endi. Bizim shunday demasak bo'lmaydi. Buni deyishimizdagi sabab qarindoshlar, bizning millatimiz hozir bugungi vaqtning o'zida fitna fasodning ichida, jidal majraning ichida, huquq talashishning ichida o'zaro o'ltirib cho'kib ketdi. Hamda bu xabarlar Facebookda me ko'rib turdik, ko'rgan vaqtda bir 3-4 tak odam buni qo'shdi. Men xabarning manbasini izlab turdim. Jonli xabar chiqqan chaqda o'tirg'i chiqay dedik, do'stlarimiz boy degandek yo'llab berdi. Deyishdiki maqsad, mening bo'lmagan vaqtimizda bu men so'zlagan vaqtda hech bo'lmagan chaqda dunyodagi boshqa medialar ko'rdi. Ko'rgandan keyin bu dunyo mediasiga chiqish kerak. Bilish kerak. Bundaq bir o'lim masalasi, 14 insonning o'lim masalasi bu yerda bundaq ko'milib qolsa bo'lmaydi. Shuning uchun men bu yerga devatman, qarindoshlarimiz garchi biz Uyg'urcha so'zlagan bo'lsam-mu, dunyodagi ba'zi medialar buni tarjima qilib ko'rdi. Shuning uchun deydiganim taqib qo'yishinglarni umid qilaman bu mediani. Bu mening ishim emas. Har birimizning o'rtaq ishi bo'lish kerak. Ikkinchidan men bilmayman bu yerda nima ish qilish kerakligini, qanday qilish kerakligini men bir narsa deyamayman. Milletimiz xalqalar bo'lsa, Pokistonning elchixonasining oldida sen bu 14 Uyg'urdan nima uchun qaytarib etding deb o'tirib namoyish qilganlar bo'lsa, namoyish qilsa bo'ldi Pokiston elchixonasining oldida. Nuruyganing men turayotgan shaharning o'zida Pokistonning elchixonasi yo'q. Bo'lmagan bo'lsa, men chiqib namoyish qilatdim. Vatandoshlar, sizlarga deydiganimiz, bugun biz millatninki boy degandek men nechaqtim suhbatlarimning hammasi deb kelyapman. Xitoyning maqsadi Uyg'ur degan bu millatni dunyoning qanday yerda bo'lsa yeyish, tutish, o'ltirish dedik qarindoshlar. Xitoy ijro qilyapti, ammo biz o'zimizga sal qarayapmiz. Qarindoshlar, bunga biz sal qarayapmiz. Menimcha bu vaqtimizda Pokiston buni yana oxir qatimi bo'lmaydi. Oxir qatimi bo'lmaydi bu. Bence bu yana tekrar davomlashadi. 92-yildan tortib davomlashayotgan bo'lsa, bu oxir qatimligi bo'lmaydi. Chunki vatandagi Uyg'urlarning hammalari u yerga qochib chiqqanlar bo'lsin, qandaqlar bo'lsin, bo'libmi vatanda qochib chiqqanlar bo'lsin, u tashqi dunyoni Pokiston qaytirdi degani biz bilgan bilan ular hammasi bilib bo'lamaydi. Bilib bo'lmagandan keyin shu musulmon qarindoshlarimiz ham bizni jonijon qutqizdigan qarindoshlarimiz deb turib chiqadigan aniq. Albatta buni dekimi davomlashadi biz mustaqil bo'lganga qadar. Shu sababdan biz
bu masalasini masalan bu jonliq mediaga men ko'tarib chiqdim. Vatandoshlarimiz qildigan ishlar bo'lsa, bizniki tashkilotlarimiz bor, bilimlik shaxslarimiz bor, Pokistonning elchixonasiga xat yozdigan ish bo'lamdi va yoki o'tirib qila oladigan do'stlarimiz namoyish qilish bo'lamdi. Ish qilib qanday qilib bo'lmasin, Pokistonning bu xato siyosatini ayiblaydigan bir ishlarni biz qilishimiz kerak. Ammo yetarki bu bir mediaga chiqib qo'yish bilan Facebookda ish qadamniki qo'shib qo'yish bilan bu o'tirib Facebookda qilib qoladigan narsa emas. Bundaq bo'lsa to'g'ri bo'lmaydi qarindoshlar. Biz ash o'lgan, ash shahid bo'lgan qarindoshlarimizni qiyniga yuz kelmaymiz. Qarindoshlarimiz deydigan gap shu. Pokiston mana shundaq davlat qarindoshlar. Shuning uchun ishonamsizlar. Ishonamsizlar, menga ishonsanglar qarindoshlar, mening ko'nglimdagini desam, Muşu Uygur degen bu bizdeki Arap alfabeti 5, Latinçada 6 harfini çıkıyor. Hiç bir zaman stan degen bir nesne koşuvağım kemesligim sebebim mening dal muşadı. Bu Uygur degen bir devlet kurulup boğuça, men hiç bir zaman bir Müslüman devletindeki kılçılık bir rahim şefkat kıldığına men işenmeyim. Bir kuruluş üçün, şu devletin kuruluş üçün bir yardım kıldığına men işenmeyim qarindoshlar. İşenmegenligim için tam başkam kadar qolgan qarindoshlar o'tirib mush Uyg'ur degan ismga uni buni qo'shib o'tirib iston falan pokonni qo'shgan vaqtimizda mening ko'nglimdan chiqarib qo'shamasligimdagi sababim nima degan vaqtimizda bizning Uyg'ur degan mush buyuk ismning ostiga hech qanday bir musulmon davlatlarniki u mening nazarimda kofir. O Müslüman devletlerden hiçbir zaman yardım kılıdı deydiğanga men tekrar oylandım. Bu Müslüman devletlerinin Xitoy bilan Yipek yo'ldagi sodasida qanchalik qazg'i bo'lganligini. Mesela qo'shnimiz hisoblangan Qozog'iston, Qirg'izistondan tortib Pokistonga qadar, Arab dunyosiga qadar qanchalik qazg'i bo'g'ilganligini, Xitoyning qaysi strategiya bilan ketayotganligini, Xitoyning bu Uyg'urlarni cho'qim o'ltirish, cho'qim yo'q qilish, mush strategiyasi bilan Xitoy shu musulmon davlatini qazg'i qanchalik boqqanligini men burundan tortib o'rganib kelayotganda shunga o'tirib ular hech zamon o'tirib ishonch qilib kelmaydi. Ishonch qilolmayman qarindoshlar. Shuning uchun men nurg'un qarindoshlarimiz uni deb baqsang, buni deb baqsang degan vaqtimizda, ey qarindoshlar, ashu pastgina mamlakatlar, ashu iflos mamlakatlar, ashu mehnat mamlakatlar, ya'ni Pokiston, Afg'oniston degan bu pastgina mamlakatlar bizning mustaqil davlat bo'lishimizga bo'la o'tirib hech bir zaman yordam qilmaydi. Shuning uchun bu Uyg'ur degan bu buyuk ism, pok ismning kayniga men pastgina qo'shimchalarni qo'shishni xohlim deb javob berganim shu qarindosh. Mening bu Uyg'ur davlati qurilib bo'lguncha mening tushuncham yengilib qilib qolsam mayli, iloyim shundaq bo'lgan, yengilib qolg'aydim, yordam qilib qolg'aydim. Yordamda bo'lib qolg'aydi deb o'ylayman. Ammo men har qanday qilib o'tib o'zimni qat'iy qoyil qilolmadim. Mench bo'lgan vaqtimizda Uyg'ur davlatining qurilishiga mana shu Amerika, Yevropa qatorliq bir qatim demokratik davlatlar Uyg'urning ichidagi zihniyati aniq, zihniyati ro'shan bo'lgan, iymon e'tiqodi bo'lgan, mavaliqi jimmat etib olgan jonivorlardan boshqa deyapman. Nəhayət bir az qism vatan millatning dardini hech qanday shartsiz vatan millatning dardini o'ylaydigan insonlar bilan g'arb dunyosidagi Uyg'ur millatining mavjud qilishini xohlaydigan mush xalqni saqlab qolib bir davlat quribmiz deydigan mush kuchlar birlashgan vaqtimizda Uyg'ur davlati qurildi ekan, ammo uningdan boshqa bugungi jamiyat bo'lgan jonivorlar bilan, paskinlar bilan, pasxlar bilan, ifloslar bilan buningga o'xshash Paskinlarning davlatniki yardım asosida men Uyg'ur davlati qurildi desa, men ishonmayman qarindoshlar. Iloyim shundaq bo'lg'iydi, yordamda bo'lg'iydi, ammo men ishonmayman. Strategiyasiga qaranglar hozir qadar. Uyg'urni yemagan qaya qoldi. Qanday qilib o'tirib bir musulmon davlatga kirgan vaqtimizda Uyg'ur shu yerda yeyilyotdi. Shu yerda o'tirib bir dakika-tukining ichiga cho'kyotdi. Endi mushundaq ahvol ostida davlat qurish degan bir cho'ng gap, xil o'zining nurg'ulg'an manfaatlaridan kechadigan gap, vaqt gap qas pul ajratadigan gap, pul xashlaydigan gap. Mushundaq ahvol ostining o'zida men o'ylab beqinglar. 14 gunohsiz insonni Xitoy qaytirib bersalarning etib o'ltirdigini bildi. Ya'ni o'ltirgan xabarlarni turdi. Buningdan burunmi qilib keldi. Mush ish sizlar o'ylab beqinglar. Bu islom axloqida baham yo'qmi? Biz chiqib turib so'zlaymiz shuni. Ammo men sizlardan o'tinib qolay, bizning diniy qarindoshlarimiz bor.
arab tilini arab tilini shu Urdu Pokiston tillarini yaxshi biladigan qarindoshlarimiz bo'lsa, hech bo'lmagan vaqtning o'zida qarindoshlarimiz, shu diniy qarindoshlarimiz va yoki diniy qarindoshlarimiz bo'lmasimi, ziyonlar bo'lsin, boshqalar bo'lsin, shu ingliz tilini, Urdu tilini yaxshi biladigan qarindoshlar bo'lsa, arab tillarini biladigan qarindoshlar bo'lsa, har doim biz ovozimizni chiqarib turaylik. Mo davlat bunda qilma, qaytuma, Xitoy uni yeydi, o'ltirdi, yeyotdi degan gaplarni deb turaylik qarindoshlar. Meningki, bu vaqt beradigan talabim shu. Uningdan boshqa men chiqib o'tirib Pokistonda o'tirib, men u yoqdan bu yoqqa shalaqitib tillay olmayman. Men tillasam o'tirib param bir 2 minut o'tirib tillay olay ekanman, inglizda gap qilay desam, men ular tushungidek ravon mukammal o'tirib turib so'zlay olmayman. Hem Urdu tilini bilmayman. Shuning uchun biladigan do'stlarimizga men buni havola qilaman, mushunda qilsak qarindoshlar. İkinci temamiz qaysi desam, ya da bizniki ba'zan qarindoshlarimiz so'rayotdi. Men xabarni topa olsam, hozir qarab turinglar. Ikkinchilab o'tirib Qirg'izistonniki ishi bor. Hayron qolasizlar. Men bir sekund meni qaranglar, men topay bu xabarni. Masalan, Viyanning xabarida Viyanning muxbiri shu Qirg'izistonning bir ministrini ziyorat qildi. Anlab qo'yinglar, chunki biz aşılarga nisbatan, mesela Qirg'izistonning ministri bo'lsin, bu yerga chiqib so'zlashimiz, Pokistonning Uyg'urlarni qaytarish ishi bo'lsin. Buni tip-tibini o'tkazib etsak, ular o'ylaydiki, dunyoda hech qanday bir odam bilmaydi-ku deb o'ylaydi. Aksicha biz mushu masalalarni ko'plab ko'tirib chiqib, mediada so'zlab tursak, gap qilib tursak, gap qilib tursak, ular qanday o'ylaydi? Dunyo o'tirib birimiz bir ko'ridi. Ko'rib o'tirib, mahaqning kallasi borka, mahaq biladi ekan. Diqqat qilib turib o'tibdi deb turib o'ylaydi qarindoshlar. Bunda qishlarga dunyodagi ba'zi ilg'or millatlarga oid usta, o'zining millatining ustiga shundoq bir naqchilik besimlar kelgan vaqtingizda hammashini tashlab o'tirib, ashunga Facebookning ichida yezish bo'lsin, gap qilish bo'lsin, norozilik bo'lsin, hammani qildi. To'lim afsus, bizning millatimiz tashqi dunyodagi insonlarimiz bo'lsa bir jonivorlar dunyosi. Kechiringlar qarindoshlar. Men o'zim qo'shilib o'tirib, hech qanday ish qilmagan, mushundaq mehnatchilikning ichida yurayotgan insonlarni o'zim qo'shilib o'tirib, biz bir jonivor deb o'ylayman qarindoshlar. Ya dunyoda bo'layotgan ish bilan tayini yo'q, ya ichida bo'layotgan ishlar bilan tayini yo'q, qilayotgan ishqa desak night aniq, demasakmi night aniq. Ma xabarni ko'rib qo'yinglar, Viyanning xabarida. Buni men qisqacha hammasini demayman, ko'rib qo'yinglar. Buni biladi, dunyo bilish kerak, dunyo bilish kerak. Now, Central Asia could be the next victim of China's debt trap. One of the major borrowers is Kyrgyzstan. It has borrowed close to $2 billion from China. There are growing concerns over Kyrgyzstan's ability to pay back these Chinese loans. Is Kyrgyzstan caught in a Chinese debt trap? Is Chinese debt dictating the foreign policy of the Central Asian country? Will it take a stand against the persecution of Uyghurs? Today we pose these questions to Jomart Oturbayev, the former Prime Minister of Kyrgyzstan. Here's an excerpt from that conversation. Mr. Oturbayev, welcome to WION. Welcome. You also share a border with Xinjiang, the region where China has been accused of persecuting more than 1 million Uyghur Muslims. According to some estimates, there are around 50,000 Uyghurs in Kyrgyzstan. Do you believe the genocide of Uyghurs in China poses a security challenge in your country? First of all, we all 5 Central Asian countries maintain excellent relationship with China. No problem. We demarcated and delimited the borders. We have big Chinese investors in all our 5 countries. Men mashada to'xtab turib buni uzatayotgancha o'zim tushunganni, bu yerda Qirg'izniki ministrini ziyorat qildi, u yerni ziyorat qilib, Qirg'iziston bilan Xinjiang, ya'ni Uyg'ur davlati o'rtasida chegara bor. Bu yerda irqiy qirg'inchilikdan shug'ullanyapti, bu Qirg'izistonga qanday ta'sir ko'rsatdi desa, ma chorvachi nima deydi desanglar, ma molchi nima deydi desanglar, bu deydi bizning Xitoy bilan bo'lgan excellent deydi. Nihoyat yaxshi munosabatimiz bor deydi qarindoshlar. Davomini anglanglar. Very good political relationships, and we trust the Chinese government on the terms of what they're saying. The words which you're using, we are not really line up with that. We trust that the Chinese government is responsible and
a very trustful partner, and we believe to that. I know, of course, there is a kind of new Cold War between the United States and China, and US using. Nimdaydı desanglar ma o yani oturup biz Xitoyningki hamma ishlariga biz ishonamiz deb oturup bu yerda Uyg'ur masalasini savol so'rasa, endi bu so'g'oq qurishga ketadi. Ko'rdinglarmi? Come on. Different type of propaganda weapons, including those statements which you just mentioned. I did not even mention the United States. I was talking about the Uyghurs, both in China and in your country, and I was asking, do you believe that what's happening in Xinjiang poses a security challenge to Kyrgyzstan? There is no challenge, no security challenge. Chinese, there is a very strong state institutions. And I've been in Urumqi, in the capital of Xinjiang Uyghur Autonomous Region, many times. I communicate with everybody. I didn't see anything what US is claiming happened there. I've seen your previous interviews where you said that all is well in Xinjiang, that there is remarkable development, and you seem to have a very different picture, very different perception of this region than the rest of the world, including the United States, the UK, Australia, New Zealand, Canada, who are all boycotting the Beijing Winter Olympics over China's human rights abuses. But if we were to go by your assessment, sir, on how things are in Xinjiang at the moment, why do you think China is blocking moves by the United Nations Human Rights Office to investigate these claims of genocide? Why is China not giving the world access to Xinjiang? Yeah, China is a big country. It's the second economy in the world. They have their own priorities in internal and external politics. Xeyintashlar, qag'inni Facebookga kirib anglab elinglar. Bu yerda men Pokistonda buni deb qo'yish uchun dunyoda anglagan mediadagi insonlar bo'lsin, masalan Qirg'izistondagi bu ministr usti so'zlagan gapimiz bir pishni pasat gap bo'lmoq uchun men Pokitga o'tirib men dastlabini boshlab qo'ydim. Oxirini anglasanglarmi, ashundaq paskini gap qildi. Ashundaq iflos gap qildi. Ana o Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizyapti, Amerika, Yevropa bundaq deydi, so'g'oq qurishning nimasini qilyapti ular. Deydi. Xitoyniki irqiy qirg'inchilik yurgizyapti. Buning siz qanday qaraysiz? Qanday ta'sir ko'rsatdi? Bu yerda Qirg'izistonda 40 ming kishilik anchilik Uyg'urlar bor degan vaqtingizda bu Amerikaning ko'z qarashi biz Xitoyga ishonamiz deydi. Ya'ni oxirida deysanglar, u yoqqa bu yoq epqachpach qilib o'zi deydi. Men qo'yg'im kamida rastini desak. Bu deydi o'tirib turib men Xinjiangga borgan, u yerda Uyg'urlarni ko'rgan, Uyg'urlarning ahvoli intayin yaxshi. Uyg'urlar intayin yaxshi turmushni kechiryapti. Mavo bizning do'stligimiz mundaq deb o'tirib gapni epqachidi qarindoshlar. Bundaq gaplarni qaysi bir davlatning prezidentlari qilmadi, musulmon davlatlarniki. Pokistonning prezidenti mushundaq qilgan, Qirg'izning mushundaq qilyapti qarindoshlar. Ovozni chiqarmaganlari jiq, ammo chiqarganlarning hammasi mushunda deydigan gap. Hozir ayada milliondan ortiq Uyg'urlar Viyonning xabarini so'rayotdi. Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik bo'layotdi, musulmonlarni boykot, Olimpikni boykot qilyotdi desa, yana cho'giltib olib, bu Amerika, Yevropaniki propagandasi, yolg'on tashviqoti. Biz Xitoy hukumatiga ishonamiz. Men o Urumchida bo'lgan degan gaplar bilan mushunda gaplarni deydi qarindoshlar. Ko'nglimizni uzidi. Bunda xabarni balkim dunyoda xabar ko'rmaydigan insonlar, siyosatga ishonmaydigan insonlar va yoki Uyg'urlarni mushu musulmonlikdan foydalanib turib ozdirayotgan shayton munofiqlar balkim mushu musulmon dunyosiga albatta 70 yillik davoyimiz muashada bo'lib kelgan. Musulmon davlatlarda bo'lib kelgan, shuning uchun oqmagan, shuning uchun Uyg'urlar terrorist bo'lgan. Endi bugungi kunimizda Amerika, Yevropaga chiqibdi. Davo bu yerga o'tibdi. Ko'rdingmi? Shaytonning tili mushundaq bo'ldigan gap. Shaytonning tili mushundaq fosiq, munofiq bo'ldigan gap. Aş o'zining chegarasida bo'layotgan ishni o'tirib men bilmayman deydigan gap. Ko'rdinglarmi? Mana bu o'tirib bu musulmonning axloqi desak o'zimizga tegib ketadi, bo'lmaydi. Mana bu kofirlarning axloqi, shaytonlarning axloqi, munofiqlarning axloqi qarindoshlar. Men shun bundaq misollarni epkasam bekchiq. Men ilgari Pokistonning Prime Minister Imron Xonga inkos qaytgan. Men deydiganim qarindoshlar, mushundaq masalalarni ko'rgan vaqtning o'zida diqqat qilinglar. Mesela İngiliz til bildiğin dostlar bolsun, astığı darrov inkos yezinglar. Qarab beqinglar o'tganda bir hafta avval mush Amerikada ismini unutib qoldim. Sri Lankalik bir tijoratchi Uyg'urlar bilan bizning nima ishimiz degan vaqtimizda o'ylab beqinglar, g'arb dunyosidan ash Mike Pompeodan tortib hammasi chiqib inkos qaytdi.
Bütün dünya oturup Hristiyan dünyası bunu oturup vahşilikçe inkaz qaytırganlıktan en ahir şu Sri Lankalik milyarderma Uygurlar bilen nemi karım yok degen bayvatçıma ahirde oturup men hata sözleptime degen yerge keldi qarindaşlar. Muşunchilik men hayron qolman. Mening hayron qoldigan yerim, men hayron qolman qarindaşlar. Mening hayron qoldigan yerim mushu. Bir Hristiyan dünyasida mushundaq bir masala chiqdi, bütün xalq vajjiti yig'ildi. Shu vaqtning o'zida shu Sri Lankalik milliarder uchun Amerikada o'tirib kendigancha 3 million odam o'tirib Uyg'ur 3 milliondan 4 milliongacha odam o'tirib Uyg'urlar to'g'riliq o'tirib inkos yozgan. Shu xabarlarda chiqyapti. O'ylab bakinglar. Bu masala o'tirib masala hozir bir musulmon dunyosida bo'layotdi. Pokistondagi o'lim etim ishlari nimada bo'layotdi. Mana shu xabarlar o'tirib Turk dunyosida chiqyapti. Nima uchun shuni ostiga inkos tushmaydi? Nima uchun buni o'tirib inkos qaytarilmaydi? Musulmon dunyosidagi problemlarni qarindoshlar, musulmon dunyosidagi problemlarni musulmonlarning hokimiyatining ustida emas, shu xalqni o'zining axloqini sinab beqish kerak. O'zining iymonini sinab beqish kerak, o'zining insofini dansab beqish kerak. Bir Sri Lankalik o'tirib Uyg'urlar bilan nima ishim yo'q desa, Amerika mashhad o'tirib necha million inson o'tirib inkos qaytardi. Meni bu yerda o'tirib Pokistonning bu ishlariga qarta o'tirib bu masala chiqqan vaqtingizda va yoki ko'rdinglar ana Viyanning xabarida bu Qirg'izning bu ministri degan vaqtingizda ostiga qarasanglar bir inkos tushmaydi. Muşunun o'xshash iflos mamlakatlardan Uyg'urning mustaqillik uchun yordam qiladi, yordamda bo'ladi degan bilan o'tirib bilmayman. Men shuning uchun bu Uyg'ur degan bu buyuk ismning kayniga Ston, Paskiniston, Kapristanlarni qo'shqim kamaydigan yerim mening ashush. Qolganlar ishinib qilinglar, ishangim bo'g'ayda shundaq bir yaxshi kunlar bo'g'ay. Yordam qilg'ay, ular asliga qaytqay, to'g'ri qaytqay. Ammo men o'zimni har qanday qilib o'tirib bu jihatlarda o'zimni qoyil qilmayman qarindoshlar. Mening nazarimda ular Ston, Paskiniston, Kapristanlar. Men o'tirib axloqingda, iymoningda bir shakva desangiz, ta'birim. Uningdan qo'rqishim yo'q. Biz u dunyoga borgan vaqtimizda Xudoga javob beramiz. Eng oxirida mening so'zimni men Facebook'umda yozgan narsalar bilan xulosalay. Ba'zan qarindoshlarimiz bundaq savollarni so'rayotdi. Yozgan narsalarni ancha-muncha tushuntirib qo'ymaysan ya Facebook chiqqan chaqda bir narsa demaysan, so'zlamaysan debchi. Bunimi men har holda bir qo'shib qo'yay. Dunyo vaziyatiga munosabatlik. Dunyo vaziyatiga munosabatlik qarindoshlar. Endi ikkinchisi meyada buni men o'zimniki siyosatdan olgan qismini, o'qigan qismini xalqqa bir qisqacha foydalanish uchun yozib qo'yapman Facebook'ga. Masalan, Xi Jinping olimpiyani xotirjam o'tkazib olish uchun Putindan Ukrainaga jang ochmaslikni talab qilgan deydi. Demak, jang boshlanadigan o'xshaydi deb yozib qo'ydim qarindoshlar. Buning asosi bor. Bu rost xabar. Bu muloyiz maqolalarda chiqyapti, ingliz chiqqan muloyiz xabarlarda mushundaq deyildi. Masalan, Xi Jinpingniki Putinga Ukrainaga jang ochmaslikni talab qilgan hozirgi vaqtimizda. Chunki jang ochgan vaqtida butun dunyoning diqqati bu Ukraina masalasi bo'lib ketgan vaqtimizda Xitoyning olimpiyani xotirjam o'tkazib, Xi Jinpingning olimpiyani xotirjam o'tkazib, bu yilning oxiridagi saylimida yana o'tirib mangulik prezident bo'lib olish uchun bu Xi Jinping buni maqsadlik planlagan. Mushundaq vaqtimizda Xitoy virusi chiqdi. Endi Xitoy virusidan qanchalik oldini ola oladi, qayerdan qayergacha uni biz bilmaymiz, ammo buni ulab o'tirib dunyoda eng kuchli hozir nozik nuqta bo'layotgan bu Ukraina kriziga Xitoy hukumatı bunga yolvorgan. Jang ochmasang Putin, men olimpiyani xotirjam o'tkazib olsam deb. O'ylab bakinglar qarindoshlar. Xi Jinpingning dardi nima ekan? Uyg'urlarning dardi nima ekan? Biz olimpiyani boykot qilaylik. Xitoy yig'layotdi, Xitoy o'lyotdi degan vaqtimizda ba'zi jonivorlar chiqib dediki, uni Amerika deb qo'ydi. Qilib qo'ydi. Bunda deganligimda o'zimizning do'stlar ichidagi deyli. Ya'ni bu gapni desak o'tirib bunda gapni deyayotgan nurg'un odamlar bo'lgandan ranjib qoldik-a. O'zimizning do'stlar ichidagi bir turkum insonlar chiqib Amerika deb qo'ydi buni. Endi ketaver desa, ishingni qilaver degandek gaplar olib ketdi. Buni chuqur boykot qilish kerak qarindoshlar.
Agar Xitoy hukumatı o'zining xotirjam o'tkazib olishga imkoniyati bo'lgan bo'lsa, Putindek bir insonga o'tirib yolvermaydi. Chunki dunyoning diqqati oyoqqa burilib ketadigan gap. Ukrainaga burilib ketsa, o'zingiz ko'rdingiz. Navoda o'tirib Xitoyga boradigan, Olimpikga boradigan odam bo'lmasa, u vaqtingizda Xitoyning obro'yi tushadi. Chunki Shi Jinpingning Xitoyda obro'yi qattiq tushib ketibdi. Bizniki Xitoy tilini yaxshi biladigan do'stlarimizning deyishicha, u yerda Shi Jinpingning obro'yi nihoyat qattiq tushib ketibdi. Huquq talashishlar bo'lib ketibdi. İqtisodning cho'kishi har turli ishlar tufaylidan. Ikkinchidan deb qo'ydigan xabarimiz Eron Turkiyaga beriladigan gazni 10 kunlik kesdi. Texniklik masala emas, Qrim masalasi deb yozib qo'ydim. Qarindoshlar, bu mu to'g'ri xabar, bu mu muloyiz maqolalarda chiqdi. Oq tarafini muloyiz qilgan. Buni o'tirib Turkiyalik qarindoshlarimizga buni jiq ishkirlab kirib ketmaylar. Sababi Turkiyadagi qarindoshlarimiz buni yezib qo'yishdik sababimiz, bu Facebook'ga ba'zilarni chiqarib qo'yishdik sababimiz, shu yerdagi qarindoshlar ba'zi ishlarning oldini olsin, diqqat qilsin deymiz qarindoshlar. Anlasak Turkiyada nihoyat qattiq so'q bo'yibdi. Endi bu Eron Turkiyaga beriladigan gazni 10 kunlik kesgan bo'lsa, albatta o'tirib bu Turkiyaga gazlar boshqa yerdami keldi. Eronda qancha % aholiga gaz kirdi biz buni bilmaymiz. Ama bu Eronning texniklik masala tufaylidan 10 kunlik kesdik deganiga hozirgi dunyo medialari hech qanday ishonmayotdi. Bu sababdan emas. Chunki bu Rossiya hukumati Eronni qistavotdi deydi. Chunki Turkiya hukumati Rossiya bo'lgan masalaning o'zida G'arb dunyosi va Qrimni qo'llagan, Rossiyaning eng nozik masalasi bo'lgan Qrimni qo'llab, Qrim taraf tutgan. Ya'ni Rossiya qarshi maydonda desak bo'lmaydi, Ukrainani qo'llagan, Ukraina tarafda. Buni dünya medialarida chiqqan muloyizchilar ham yerda emas, nayt o'tkir muloyizchilar, ingliz chiqqan muloyizchilar buni mushundaq muloyiz qilgandan keyin men buni qisqalab yozib qo'ydim. Turkiya turayotgan qarindoshlarimiz bo'lsanglar, hech bo'lmagan chaqda bir balon ya bir ishki balon bir gazlarni akirib qo'yasizlar hamdi. Mening deydigan yerim shu, millatimiz, xalqimizga foydali bo'lsin dedik. Üçüncüden mening yazgan sözüm Avrupa Parlamenti genosid geyimini boykot qilish qarornomani ma'qullagan deydi. Bu xabarni qarindoshlar shu Abdujalil Qarqashninki bir ilgari bir xabar manbasi bor, rus tilida, uyg'ur tilida, xitoy tilida qisqa xabarlar manbasidan oldim. Ularmi mushkam qadar to'g'ri bu xabarlarni, yaxshi xabarlarni berib kelgan. Bu xabarmi men cho'g'ancha ishonchlik to'g'ri xabar qarindoshlar. Mushunda qishlar qarindoshlar. Bugungi gapni deb kelsam, men gapimni mush yerda oxirlashtiray qarindoshlar. Eng oxirida meningki ko'pchilikka buni qo'lab deb qo'yilgan qarindoshlarimiz, men mushkam qadar hech qanday bir lager shoirlar men guvohlikning ustida bo'lmadim, paranglashib bo'lmadim. Ammo ilk bir qozoq qarindoshimiz Ömer Baqqalin degan Ömer Baqqalin shu qarindoshimizniki ismini xato deb qo'ygan bo'lsam, bu qarindoshimiz kechirsin. Shu qarindoshimizning degan so'zda bizni o'ltirib undaq taqatqu muomala qilmanglar. Undaq demanglar, bundaq demang deb o'ziniki degan gaplari nihoyat qattiq ta'sir qo'zg'adi. Men Facebook'imga yozib qo'ygan. O qarindoshimiz bilan aloqam yo'q. Ham o qarindoshlarimiz kimlar nima dedi, qanday qildi men buni bilmayman. Ammo men shu gapni bir narsani deb qo'ydim, tushungan nuqtam. Bizning bu jazo lager shohidlarimizga, bu qahramonlarimizga biz to'g'ri muomala qilishimiz kerak vatandoshlar. To'g'ri muomala qilishimiz kerak. To'g'ri muomala qilishni o'rganaylik. Biz o qarindoshlarımızga xuddi qurultayga muomala qilgandek, ularla o'tirishdagi bo'lgan ziddiyatlar tufaylidan qurultay qilgan muomala ular qilsak bo'lmaydi. Ular o'zlarini so'zida deyotdi. Navoda o'tirib, sizmi bir yerda bir tashkilot bilamsiz, bir shaxs bilamsiz, bir yerda o'tirib bizning mushundaq guvohlik bergidek bir sharoit fursatini hozirlab bering, biz sizning qishingizga boramiz deyotdi. Hatto o'zimiz beltimizda elib o'tirib boramiz deyotdi. Bu o'zining degan gapi Facebook'larda turdi. Shuning uchun biz bizning qahramonlarimizga, shaxslarimizga bundaq o'tirib biz tashkilotchilik muomalasini qilmaylik. Ular o'rtaq millat uchun xizmat qilyapti. Ta mushkam qadar bularni ko'plagan shundaq guvohlik o'rinlari eng jiq talab qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi. Shularniki qurultay o'rlashtirgandan keyin shu yerda guvohlik oldiga o'rin bo'lgandan keyin bu yerga shular beryapti. Endi tashkilotlar o'tirishdiki bu masalaga bizning guvohchilarimizni o'tirib akirib bunu o'tirib undaq sat muomala qilmaylik, qo'pol muomala qilmaylik qarindoshlar. Bu dunyo bu yaxshi bo'ladigan ish emas. O'zlari deyotdi, ana bizning u yerda tushgan rasmimizga asosan bizga bundaq muomala qilma deyotdi. Qarindoshimiz shunday dedi. Navoda sen o'tirib shunday faoliyatni o'rlashtirgin, men seni qishingga borma, sen bilan qo'rqmay rasmga tusha olmayman deydi. O'zimiz bundaq narsalarni o'rlashtirib olmaymiz. Başqalar o'rlashtirib, o yig'inlarga borgan vaqtimizda uning ustidan bundaq taqatqi gaplarni qilmaylik. Bu yerda deganim, ularga kim nima dedi men bilmayman.
Faqat shu men ikki guvohchininki shu mediada taqalgan so'zni angladim. Shu so'zga asosan devatman. Qarindoshlar, biz mushundaq muomala qilishimiz kerak. U qarindoshlarimizga to'g'ri muomala qilaylik qarindoshlar. Aşıla o'ltirib mash tashqi dunyoning o'zida guvohlik bermagan bo'lsa, guvohlik berib Xitoy hukumatı bizni o'ltiryotdi, chekyotdi, qiryotdi, mandaq ishlarni qildi, men ko'rdim, men ko'ryapman, men bildim deb o'ltirib, hammasini yig'lab o'ltirib, bir narsani ash dunyo mediasiga chiqib turib deyotdi. Qarindoshlar, men sizlarning oldinglarga chiqib, bir Facebookning o'zida so'zlamakmi taskabga, ba'zilari saqalingni olmabsan degan, ba'zilari andaq kiyinmabsan degan, ba'zi vaqtingizda sizning kayfiyatingiz, hissiyotingiz yaxshi bo'lmaydi. Aşılama oturup bir yerden yeni bir devletke yol yürüp berip, uykusuzluk, yani şundaq vaqtinizda xalqaro medianın oturğu çıkıp, yani özünün diqqatlan sözümüz bulmaydı. Sizler bu yerda oturup hatırcam köre alaysız, kusur tapalaysız. Ama dünya medyasıga çıqqan insanlar, men bu dünya bir adetki media tırvatqan adam, mening üstümde ming türlük gaplar keldi. Birden kaynimdeki bayraqdan, birden saqalımdan, birden burtumdan, hem yerden birden tuqqan kiyimden, hem yerden şunda quruq gaplar keldi. Her adam bu yer kelgan vaqtimizda biroz o'ziga diqqat qiladi. O qarindoshlarimiz bo'lsa, bir davlatdan yeni bir davlatga herib, charchab berib, uxlab, ba'zan uxlamay o'tirib, ash vaqtimizda yeni medianing o'ziga chiqib, ash gaplarni so'zlab, mushkamgich ashunda qilib Xitoyning rasvoyini chiqarib, vatvergin chiqarib etdi. Vatvergin chiqarib etdi Xitoyninki. Vatvergin chiqarib, bugun Xitoylar o'tirib, ashning ustida ming turlik tuzaqlarni qilib baxtay qalayimqan gaplarni taqib bor. Shuning uchun agar Xitoyga hamkorlashiman desangiz, Xitoy haqiqatan hamkorlashib, mushlarning og'zini besib o'tay, Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilayotgani yolg'on bo'lib kelsa, yolg'on degan nuqtada Xitoy yasun desangiz, ularga taqatqi gaplarni qilaversangiz bo'ladi. Ammo buning bir kun hisobi bor. Bu millat cho'qim hisobini oladi buningki. Yodingizda bo'lsin. Dunyo bundaq emas. Ko'rdinglar, Qozog'istondagi ish bir kuningizda nima tushib ketdi. Bugungi siyosiy vaziyat nihoyatda tez o'zgardi. Kunlar kelib o'tirib, bu tog'dak tikdigan Xitoy o'tirib, bugun o'tirib shalaqqa tushib qilib Uyg'ur mustaqil bo'lgan vaqtimizda hamma narsamiz turdi, har narsamizga diqqat qilib turib so'zlaylik. Bu millat siz bizning cho'qim hisob oladi qarindoshlarimiz. Shunga lager shohidlarimizga kelgan vaqtimizda og'zimizga bayqab turib gap qilaylik. Qo'limizdan kas ularga yordam qilaylik. Nima dardingiz bor deb turib deylik. Chunki bunda deyishimizning sababi bizning lager shohidlarimizda o'tirib, biraming adam yo'q-ku. Vaqt kelib qolsa 10 ga yetam deyatmamdi. Ammo oshilar o'tirib dunyodagi 1 milliondan ortiq 1 million demadi, 1 milliondan ortiq insonga irqiy qirg'inchilik qilyapti deb turib guvohlik beryapti. Ey jonivorlar dunyosi o'ylab beqinglar, hey. 1 million insonga irqiy qirg'inchilik qilyapti degan bo'lsa, ma millatning tashqi dunyosining ichidan kamdiga vaqtimizda 100 ming inson chiqib o'tirib guvohlik berish kerak. 100 ming inson chiqib turib guvohlik berish kerak. Ey jonivorlar, ey kofirlar, ey malullar, ashlarga tuhmat qilyaplar deydiganim. Kendigancha 100 ming inson chiqib turib guvohlik berish kerak. Mushu tashqi dunyoga chiqqan jonivorlar bilamsizlar? Jonivorlar, hayvonlar, vaqt kelib qolsa ash vatandagi qarindoshlarini setyapti. Ash qarindoshlarini setyapti. Shunga o'tirib ular sukutda. Ma insonlar sukutda o'ltirmay chiqib, bugungi dunyoda hamma yerda o'tirib jonliq isbotni berib, boshqa vatandoshlar bilan birga bo'lib bularning qo'llarida yetarli isbotlan, jonliq isbotlan bergandan keyin bugun dunyoda irqiy qirg'inchilik degan bo'ldi. Yodinglarda bo'lsin qarindoshlar, 1 milliondan ortiq inson irqiy qirg'inchilik qirilyapti degan için kam degancha 100 ming inson buni guvohlik berish kerak. Bizning tashqi dunyodagi bo'lib Amerika, Yevropa, Yaponiya, Avstraliya qatorliq davlatlar turayotgan deymi? Ey jonivorlar dunyosi. Haqorat qilmanglar. Vaqt kelib qolsa sizlar ash vatanda bo'layotgan qirg'inchilikqa hech bo'lmagan vaqtingizda mening davlatimni Xitoy besib oldi deb guvohlik berishinglar kerak. Guvohlikdan o'tamadinglar. Shuning uchun bu kofirlik yo'llarni sizlar bizlar qilmaydi qarindoshlar. Mening deydigan gapim shu, qarindoshlar, taqatqi so'zlab qo'ygan bo'lsam, men to'g'ri tushuninglar. Ko'rishgacha omon bo'laylik qarindoshlar. Xo'sh.